Alo Sadirlar. Ha, yaxshimisan, tinchmisan? Men qara bir kun isib ketdi-yu, topoga chiqmaymiz hamma. Sen organizavat qilib puli mendan xavotir olmagin. Men qara, sanchi, puli mendan xavotir olma. Sen menga qara, borganda bir 5 ta blok yaxshi g'alima ichadigan pivodan bor-u. Ha, o'shandan olgin. Aro-paro o'tirma, men ichmayman. Bolalar ichsa o'zlaringga olarsizlar. Men pulni berib yuboraman. Keyin haligi tanishlaring bor edi-yu, har hafta yangisini olib kelib turadigan. Xullas, qarochi yaxshi qizlardan olgan. Pulidan xavotir olma, men o'zim. Faqat prashmandovkalar bo'lmasin qayoqdagi. O'sha kunni bilasan-a, o'tgan yili. Yo'qmadi. Hozir pisha olmayman, hali. Amakim kelgan ekan uyimga. Amakim. Bilmayman, nima ishi bor ekan. Hozir gaplashishchi, qilsa telefonlashamiz, sen bozorlikni qilib turavergin. Hozir gaplashib ko'ring. Nima gap, nima so'z. Bo'pti, Sadirlar, gaplashamiz. Xo'p. Aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, jiya. Yaxshimisiz, tuzumisiz, jalla yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Xudoga shukr, rahmat. O'zing yaxshimisan? Oila, xonadoni tinchmi? Bolalaring yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Xudoga shukr. Amaki, sal tez gapiring. Men ozgina boradigan joylarim bor edi, qiladigan ishlar bor edi. Nima gap, amaki, nima xizmat? Shunaqamidi. Jiya, shu desang, bilasan, ertaga hali jiyaning tug'ilgan kuni. Endi hali oyog'ida yo'q ekan. Ko'tida ishtoni ham eskirgan, anchadan beri olib bera olmayman. Bilasan, qorovulchilikda ishlayman, kamroq pul topaman. Shunga men xijolatda yoningga keldim. Hali oylik chiqmagan edi. Shunga bir 120 ming so'mni yordam qilib tura olasanmi deb keldim, jiyan. Men oylik chiqishi bilan zavoddan shunda oylik chiqishi bilan qaytaraman, jiyan. Shunga men xijolat yoningga keldim. Bilasan, endi zavodda ishlayman, qorovulchilik, bu yo'q endi ro'zg'or. Qarang, amaki, nima siz qorovulchilik qilib arzimagan pul olsangiz mendami? Nima siz o'ylaysiz, menda bir pul zavodi bor deb o'ylaysizmi? Bo'lsangiz bir amakimsiz kelib pul so'rab kelaveradimi uyalmasdan? Oyligingizni oling, boshqangizni qiling. Undan keyin men bir gap bo'lar, o'sha olib berarsiz. Men sizga 10 ming so'm berishim mumkin, ana derazani oldiga qo'yib ketaman, xolasangiz olib keting. Mayli, men qiladigan ishlarim bor edi. Uzr amaki, jiyanlarni so'rab qo'ying. Sog' bo'ling. Jiyan, sen dunyoga kelgan paytingda jiyanli bo'ldim deb xursand bo'lib, mahallamdagilarga kurumli bolalarga osh qilib bergandim. Birinchi o'yinchog'ini ham men olib berganman. Bu minnat qilish emas, jiyan. Jiyanli bo'ldim deb yelkamni ko'tarib, ot bo'ling desa ot bo'lib, quchuq yurardi. Bir kun kelib, shu jiyanim yonimda turadi. Yaxshi yomon kunimda yelkadosh bo'ladi deb xursand bo'lgandim. Mayli, nima qilsam, jigarimsan. Kichkinaligingda amaki buni olib bering desa, cho'nchagimda bor pulim bo'lsa ham, jiyanim, jigarim deb senga olib berardim, jiyan. Buni minnat qilish emas, jigarim bo'lganing uchun qiyandim. Lekin bir kun kelib sendan shunaqa gap eshitaman deb o'ylamagandim, jiyan. Amaki kim?
Jiyan dunyoga kelganda xursandchiligiga qul ozod qilgan zot amaki bo'ladi. Amaki kim? Amaki o'zini farzandidan ham ko'ra jiyanni yaxshi ko'rgan zot amaki bo'ladi. Chunki hali uylanmasdan turib aka uylanganda. Farzand dunyoga keldi, jiyan, "Men amaki bo'ldim" deydi. Amakini qarang. Biror bir amaki yo'q, jiyanini yelkasida ko'tarmagan. Biror bir amaki yo'q, jiyanini deb bag'riga bosmagan. Biror bir amaki yo'q, jiyanini qo'lidan ushlab yetalamagan. Biror bir amaki yo'q, jiyaniga xursandchilik kirgizmagan. Qurbi esa velosipedga birinchi bo'lib olib bergan amaki bo'ladi. Amaki kim? Velosipedi yo'q, mashinasi yo'q, lekin qo'lchasidan ushlab ko'chaga olib chiqib o'ynatgan amaki bo'ladi. Shu amakini jiyan urib o'ldirmagungacha qiyomat bo'lmaydi debdilar. Amaki. Ha, jiya ketmaganmidi? Kechiring meni amaki. Yoshlik qilib qo'ydim amaki. Sizni yaxshi ko'raman. Men ham seni yaxshi ko'raman, jiya.